Bugün mazza ovqatlardan obzorunu Ziyoda kafede devam ettiremiz. O'zim boshliqning mesjisinde. Ketami? Bu ovqatimiz lüle kebab deb nomlanadi. Menimcha ko'pchilik bu ovqat bilan tanish ve bugün mazası bilan tanışıp chiqamiz. Bahasini başında aytaman. Bahasini bilish uchun videoga hozirligingizda birdan like bosib qo'ying. Bastingizmi? Yet. Bunda yurakcha turibdi. Üstüne basib qo'ysangiz bo'ldi. Qizarsa hisob. Boshqa hech talab etilmaydi. Bahası 50 ming so'm bo'ladi. Bismillah. Bu arada o'zining podlevkisi, dekoratsiyalar bilan birgalikda bu yoqda birinchi keyin pyuresi bo'ladi. Pyurening o'zi bu jonga boshqacha ta'm berib turibdi. Qaragan suvimizda yurasiz любойchasini mazali. Po'g'ir biratga rahmat. Sho'rni bodringlar bilan. Ziyoda kafede ağamı aytadı, hazır menyuga toza narsalar qo'shib, Ramazondan oldin ko'p yangiliklar aytacakmiz deb aytdi. Esdan bir chetdan yangiliklar qo'shib so'ramiz. Qo'shilib o'tirgan, oxiri qo'shilgan yangiliklar ichida menga eng yoqqanini tanladim. Shuni yeb ko'raylik qanaqa dedim. Hozircha fikrim 10dan 10. Ajoyib gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yine 50 ming so'm qo'yib, shuna bir porsiya, beruvchasini aytamiz, bir tovoq qo'yish kelib turibdi. Zakonni. Buni qaynab etib, o'tirib yesam bir o'zim. Hech kim yo'q yerda. Sho'rni yapıştıratan adam kim? Tanışlarmı? Yet. Men atımdan bir rahmat aytib qo'yinglar-da. Bismillah. Vay. Kechda ko'rmaslik kerak shuncha videoni. Kechda ko'rasizdan azob berdingiz. Nice shot. Mana shu tip mayni ezib, pomidor qurdaq yeganmiz yosh vaqtingiz qaynar non bilan. Go'shtli yerini o'riqdan bo'lsadan keting. Boshqa o'ringa qo'ying. Şöyle bilan yomon ketaman ağa. O'tirib o'ylanib qarasam, bu ovqatning o'zi hammasini yeyuga polniy yeb chiqsa ko'proq ketib qolacak. Shuning uchun kelib turib mazasini dakansa orqayin o'tirib ko'rsangiz bo'ladi, lekin o'ylashimcha bir odam bir o'zi o'tirib yeya olmaydi buni. Lekin yesangiz percho'p chiqib ketasiz. O'ylanib turib ketasiz o'rnidan. Turg'ingiz kelsa agar. Bu ovqatimizni sho'rni to'xtatishga qaror etdik. To'g'ri aytasiz, kamerachilar ham bir narsa yeyish kerak. Birinchi marta kamerachilar o'yladik, yomon emas.